Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning Shinjon xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Qachongacha mushundaq bozak bo'lib yuraymiz? Ediqut Xaqon qo'shin tatib chiqsa bo'lmamdi. Bu Tangut degan nijislarning adabini bersak bo'lmamdi. Mening savollarimga javob bermadingizmi, Tatatonga baxshi? Bizga ustoz bo'lib, yeziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Butun xalq Sakyamoni yo'lida minib, Budda ta'limotlarini o'rgansin. Chingizxon degan paskini Mong'olni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan tehi? Ay, ko'k tangri, qor yerga buyruq bergin. Dushmanlarimizni nasib olsin. Ay, qudratli egimiz ko'k tangri. Men o'zim qo'shin tatib berib, ulan uchuqtirib bitay. Bo'ldi, qo'g'limaqlar. O'g'il bola ekan. Bundaq bir azimat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. Chingizxon endi ko'p xiyol suradigan bo'lib qoldi. Uning soqol burutlari oqardi. Salomatligi nochorlashib, kuch-quvvati xo'rmoqda edi. O'lmaslikka amal yo'q ekan. Shunga u ko'zining ochiq vaqtida Mo'ng'ul hukmronligining keyingi ishlarini obdan o'rinlashtirib qo'yishi kerak. Eng muhimi, oshkora va yoshirin dushmanlardan keladigan xavf-xatarni talto'kis yo'qotish kerak. Kengash o'tkazildi. Jabi bilan Subutay Ruslarning yerlarini to'liq besib o'tsa, Mo'ng'ol otlari oxirgi dengiz bo'ylariga, ya'ni dunyoning o'chitiga yetib boradi. Endi bu tarafdagi Himolaya tog'larining o'yiqida Hindiston degan bir mamlakat bor deyishidi. Demak, Mo'ng'ol otlarining tuyoqlari yetmagan shu Hindiston qapti. Endi shu yerni bo'ysundirsak, butun dunyoga xo'ja bo'lamiz. Endi otlarimizning boshlarini Himolaya tog'lariga burayli, dedi Chingizxon kengash ahliga. Shuning bilan yurish tayyorligi boshlanib ketdi. Xorazm elining har qaysi joylarda ko'tarilgan qo'zg'olonlarni tinchitish uchun ketgan Chag'atay bilan O'gatay xon otasining chaqirtishi bilan qaytib kelib, Hindiqush tog'larining etikida asosiy qo'shinga qo'shildi. Faqat dashta Qipchoq yayloqlariga ketgan cho'ng xonzoda Jo'chila kelmagan edi. U nima uchun kelmaydi? U o'z beshinchilik qilib, mening ijozatimni olmay ketib qoldi. Endi chaqirsam kelmayotdi. Xap to'xtabdi. Hindistondan qaytganda seni ketgan yeridan tutib kelib qattiq jazolamaydigan bo'lsam, deb xitob qildi Chingizxon g'azablanib. Xon egam, cho'ng xonzodaning ulgurib kelolmasligining biror sababi bordu. Yurishga otlanish oldida bundaq chechilmag'aysiz, dedi Qulan xotun eri bilan horvi ustidagi oq uyda yolg'iz o'ltirib. Chingizxon Xorazm urushiga otlangan mushu 4 yildan beri Qulan uning yenidan ayrilmagan edi. Chingizxonmu uningga bak o'ginib qolgan edi. Uningdan ayrilsa, xuddi bir yeri kamtik bo'lib qoladigandek tuyuladi. Lekin bu qitim u suyumlik to'qilidan ayrilib turmoqchi bo'ldi. Himolaya tog'lari bak egiz, yo'llari xatarlik deyishidi. Shuna sen endi yurtimiz Burxon xoldonga qaytib ketgin, dedi u. Qulan ko'zlariga yosh oldi. Xon egam, undaq deyman. Siz nerda bo'lsangiz, men mushu yerda bo'laman. Sizdan ayrilib yashashning men uchun hech qanday ma'nosi yo'q. 4 yildan buyon sizga hamroh bo'lib kelyapman. Bu mening eng cho'ng xushalligim. Siz har bir yurtni bo'ysundirganda shu yerdagi xonbeglarning xotin qizlarini amringizga elib, ular bilan yotdingiz. Shundoq kechalarda men mushu oq uyda kirib qoqma yolg'iz yetib qaytib kelishingizni kutdim. Lekin hargiz norozi bo'lmadim. Siz xushal bo'ladigan ish bo'lsa mayli. Sizni xushal qilish, sizni kutish, sizning xizmatingizda bo'lish mening baxtim. Qulanning ko'zlaridan munchoqdek yosh tomchilari qo'yilib ketdi. Chingizxon cho'ng qo'rtini oldi.
Bilaman. Xon egam, bu qitimqi yurishdim men yeningizda bo'lay. Meni ketkizib etmang. Sizga kuyinib holingizdan xabar elishda hech kim menga yetolmaydi. Ma'qul amisa. O Burxon xoldinga qaytib, boshqa xonishlar bilan bo'libmi, hamma xonishlarni boshquradigan cho'ng xonish bo'rta bilan kundoshlik turmushda bosh egib yurishni xohlamaydi. deb o'yladi xon. Mo'ng'ul, Uyg'ur, Qirg'iz qo'shinlari yurishga otlandi. Bu safar To'xtamishqa bekli ko'ngilsiz bilindi. U amdi o't yurti deb nom olgan yurti qo'chodan teximi yiroqlashib, egiz ham so'q Hindiqush tog'lariga ichkirlab kirmoqda edi. To'xtamish Mo'ng'ullarning bu yurishdan bezor bo'layotganligini pamladi. Lekin hech kim noroziligini va yurtga qaytish istikini oshkora so'zlamaydi. Qiya toshliq egiz cho'qqalardan, tuzilishi murakkab va xatarlik o'tganlardan, shiddatli iqillardan o'tish jarayonida nurg'un odam va ot uloqlar chiqim bo'ldi. To'xtamish Eydiqut xon qandoq ta'sirotda bo'layotgan deb uningga ostirtin qarab qo'yatdi. Barchuq ortigin ot ustida chiroyini ochmay surlik qiyofati bilan ketib-o'tdi. Uning ichidikini bilib bo'lolmaydi. Ushtumtut yosh bir mo'ng'ul chaparman etini tez choptirib kelib jar soldi. Chingizxon Bog'doning buyrug'i. Yurish to'xtab, bargoh qurilsin. Eydiqut xon tilmoch To'xtamishni boshlab Chingizxonning huzuriga keldi. Qulan xotun og'rib qoldi. O amdi egarda o'ltira olmaydi, dedi Chingizxon ahvolni uqtirib. Darvaqa bu tog' o'tganlarda horvi bilan yurishga bo'lmaydi. Shunga Qulanmu otqa minib kelmoqda edi. Kang jilg'ining o'ttirisiga oq kigiz uy tikildi. O'ruqlab, mag'dur silinib ketgan Qulan xotunni shu oq uyga yotqizishdi. Chingizxon boshqalarga ortiq gap qilmay, shu suyimlik to'qili bilan yolg'iz qoldi. Qo'shin shu jilg'ida to'xtagancha bir oygacha qo'zg'almadi. Oxir Qulan xotun u dunyoga safar qildi. Qulan meni muzning ostiga qo'yinglar deb vasiyat qilgan, dedi Chingizxon. Jangchilar Qulanni kigizga yo'gab, erimas muz bilan qoplangan egiz taxt cho'qqisiga ochiqishdi. 4 Uyg'ur yigit meyitni orqan bilan bog'lab, qoptaldagi muzning kang yeriqiga tushirdi. Boshqa jangchilar muz yeriqini qor muzlar bilan ko'mivatdi. Amdi Chingizxon bekli yetimsirab qoldi. O sizga kuyinib, holingizdan xabar ilishda hech kim menga yetolmaydi degan edi, deb pichirladi Chingizxon Qulan yotgan to'shakda yolg'iz yetib. Qudratli Xoqon boshqalarning ko'yinishiga muhtoj ekanligini umrida tunji qitim haqiqiy his qildi. U qiyirdi, kasalchan bo'lib qoldi. Burunqi kuch mag'duri amdi yo'q. Heliqi avliyo Changchun Jinrin o'lmaslikning to'g'risi yo'q degan edi. Eng yaqin sabdoshlarimning to'lisi o'lib tugidi. Ba'zilari janglarda va ba'zilari o'z ajli bilan. Mana amdi Qulanni ketdi, deb pichirladi u uyqu qochgan ko'zlari bilan tundagi qorong'ulikqa tikilib. G'irib sinib, ruhsizlangan Xoqon o'zining oshu o'ti yomon Qulanga bekli o'ginib qolganligini ixtiyorsiz e'tirof qildi. O'z atrofidagi hech qanday narsa endi uni xush qilolmas edi. Uning yurishni davomlashtirishdan ro'yi qaytdi. U Burxon Xoldunga qaytib, oxirgi umrini tinch xotirjam o'tkazishni xohlab qoldi. Hindiston yurishining oxiri chiqmadi. Qo'shin kayniga yondi. 25-bob Mo'ng'ullarning oxirgi ishlari. Milodiya 1223-yili yozda Chingizxon Sirdaryo bo'yida cho'ng qurultoy o'tkazdi. Qurultoyga Mo'ng'ul davlatining barliq no'yon va sarkardalari qatnashdi.
Yiroqdagi Rus kinaslari va Qipchoq beylarini bosh ko'tarolmas qilayotgan Subutaymu o'zining ko'p millatlik qo'shinini boshlab ulgurib keldi. Endi uning qo'shini Mo'ng'ullardan boshqa Tatarlar, Kurdlar, Cherkeslar va Turkmanlar bilan to'liqlanib, odam soni burunqidan zo'r darajada eshib ketgan edi. Jabaqani, o nima uchun kelmadi? deb so'rdi Chingizxon sap-sap bo'lib tizilgan chavandozlar ichidan o'zining peshqadam sabdishi va sodiq sarkardasini ko'rishga oldirib. Subutay ig'ir tiniq ilib, beshini tuvan soldi. U o'ldi. Qandoq o'ldi? Jangda qazo topdimi? Yo'q, u janglarda yaralanmadi. O'z ajali bilan ko'z yumdi. Chingizxonning chiroyidan xushalliq alomatlari o'chdi. U xuddi yelkalarini g'oyat ig'ir yuk bosgandek mukchiyib, bir hozagacha demi ichiga tushgan holda jim o'ltirib ketdi. Qurultoyda Mo'ng'ul yayloqlariga qaytish qaror qilindi. Jo'chi nimishqa kelmaydigandi? deydi Chingizxon taqozolik bilan cho'ng o'g'lining yo'liga qarab. Halbuki uning bu savoliga hech kim javob bera olmaydi. Shu kunlarning birida ajoyib bir ish bo'lib o'tdi. Shimol tarafdagi Qipchoq dalalardan bu taraflarga son-sanoqsiz bug'i marol, jaran, bo'kan, qo'lan, to'shqan, tulka degandek yovvoyi hayvonlar to'p-to'pi bilan kelgundek eqib kelgili turdi. Buni ko'rgan hamma odam hayron bo'lib, nima ish bo'lganligini ongqira olmay qoldi. Hayvonlar o'tib bo'lgandan keyin ularni qo'g'lab, haydab kelayotgan nurg'un chavandozlar ko'rindi. Bular Xonzoda Jo'chining odamlari edi. Xonzoda Jo'chi og'irib qilib, qurultoyga ulgurib kelamadi. U buyuk Bug'doxonga alohida so'g'i bo'lsin deb, butun qo'shinni harakatga keltirib, Qipchoq dashtlaridagi hayvonlarni bu tarafga o'tkazdi. Buyuk Bug'doxon bu hayvonlarni ovlab ko'ngli ochqay. Chingizxon yugurishib o'tayotgan to'p-to'p hayvonlarga qarab, uzoqcha sukut qilib turib ketdi. Shu topda uning Jo'chini ko'rgisi kelib, ko'ngli yerim bo'ldi. Lekin buni hech kimga bildirmadi. Milodiya 1224-yili yozda Chingizxon butun qo'shinni boshlab Ertish vodisiga keldi. Bu yerda Mo'ng'ul ordusining yana bir qitimliq yig'ini o'tkazildi. Bu yig'inda Chingizxon o'zining qo'l ostidagi barliq zaminlarni 4 o'g'liga taqsimlab berdi. 3-o'g'lim O'gatay taxt varisi bo'ldi. U mendan keyin butun xonliqning ishlarini boshqardi. Cho'ng o'g'lim Jo'chi o'zi bo'ysundirgan Qipchoq dallarga o'zi igidorchilik qilsin. 2-o'g'lim Chag'atay Sartavullarning barliq shahar va yezlarini, eli diyori va Tarim vodisini boshqarsin. Kenji o'g'lim To'li xalqimizning Kenji o'g'il oti uyiga varis bo'ladigan an'anaviy odati bo'yicha O'rxon, Silinga, Qorqurum, Burxon Xoldun atrofidagi barliq Mo'ng'ul yayloqlariga ega bo'lsin. Köy o'g'lim Barchuq Ort degan Idiqutxon o'zining zaminlariga davomli ega bo'lsin. Shu yig'indan keyin Uyg'ur qo'shini o'z eliga qaytishga jabdundi. Chingizxon va uning noyalari Barchuq Ort degan va uning sarkardalari bilan xo'shlashish ziyofatida birga bo'ldi. Uyg'ur qo'shini nurg'un cho'ng janglarda boshdan oyoq sapning oldida turib, boturlik bilan jang qildi. Ular intizomi nihoyatda kuchli, tangdishi yo'q bir qo'shin bo'lib, bizga nihoyatda zo'r tuhfa qo'shdi, dedi Chingizxon. Xo'shlashish ziyofatidan keyin Barchuq Ort degan Tata to'ng'og'i murojaat qilib, ayrim ko'rishdi. Chingizxonning bu shaxsiy putukchisi xelili qirib, soqol burutlari oqirib, gavdasi mukchayib qolgan edi. Hurmatli baxshi, biz bilan qaytqingiz yo'qmi? deb so'rdi Idiqutxon uningga qarab. Tata to'ng'a bir oz o'ylanib olgandan keyin kalta yutilib qo'yib mundoq dedi. Beshimdan nurg'un ishlar o'tdi. Nurg'un so'qlarda titrab, nurg'un issiqlarda talidim. Tangri hayotimni shundoq o'rinlashtiribdi. Chingizxonning huzurida putukchilik va tilmashlik qilayotganimga bu yil to'p-to'g'ri 20 yil bo'ldi.
bu yerdagi o'rnim isib qoldi. Qeridim. Bu yana tashlab, endi nega boraman? Nima qilaman? Yurtim bashbaliqni ko'gim keladi. Tangri yo'l bersa, u taraflarga o'tib, on yurtimning tuproqini tavob qilib, har qaysilariga salom berib turaman. Qandoq vaqtda borsangiz, ishkimiz siz uchun ochiq, dedi Barchuq ortdagi. Tata to'g'a oppoq soqolini siypab, beshini asta lang'ishitib qo'ydi. Hozir jahonni Mo'ng'ul tatarlar so'rayotidi. Mushundaq kunlarda Mo'ng'ul o'rtasida mendek bir Uyg'urning bo'lg'inining ziyni yo'q. Shundaq. Dana gap qildingiz, hurmatli baxshi, dedi Ediqutxon. Uyg'ur qo'shoni salqin havoliq ertish bo'ylaridan ayrilib, o't tapda urug'ib turgan qo'choq yo'liga tushib yurib ketdi. To'xtamish qo'choqqa yaqinlashgan seri yuragining seg'inish, talpinish va intilish bilan tepchaklab ketayotganligini sezadi. Uning qon tomirlariga iliq harorat qo'yilib, xushalliq va tashvishning murakkab birikmasidan vujudi titirmoqda edi. Yulduz, Iltarish, sizlar omonmi? Yiroqda qo'choqning daraxtlari ko'rindi. Uyg'ur qo'shoniga boshqadan jon kirdi. Keldik, oxiri qaytib keldik. Ko'ringan daraxtlar orasidan sanjoq-sanjoq odamlar chiqib, qo'shinning oldiga oldirab kelishmoqda. Ba'zilari otliq, ba'zilari eshaklik, nurg'unlari piyoda. Erlar, ayollar, qiyirlar, yoshlar, bolalar. Ular Ediqut qo'shinidagi jangchilarning ota-onalari, xotin bolalari, urug' tuqqanlari edi. Hijron azobida o'rtangan yuraklar visol tashnaligida hayajon bilan qattiq so'qmoqda. Qo'choqlar o'z qo'shonining oldiga yugurib, uchib kelmoqda edi. Jangchilarning otlari ixtiyorsiz turda ularning oldiga chopdi. Ko'zlari yo'g'on ejilib ketgan To'xtamish kishilar orasidan ayoli bilan o'g'lini izlaydi. Qani ular. Jangchilar bilan qarshi olg'uvchilar orilishib ketdi. Go'yoki mislsiz qo'ynam toshqin hosil bo'ldi. Kishilar ko'rishmoqda, kulishmoqda, yig'lashmoqda. Lekin Yulduz bilan Iltarish qani. To'xtamish etini to'xtatib, uyoq bu yoqqa tez-tez qaraydi. Tonush ham notunish chiroylar uning ko'z oldidan g'ilpal o'tib olmishib turadi. Yulduz, Iltarish! deb ixtiyorsiz turda qattiq varqirdi u. Uning ovozi palakka yetgan varanchuning ichiga singib ketdi. To'xtamish! Bu varqirashni kimlar angladi va kimlar anglamadi? Buningga bir nima demakdir? To'xtamish o'zining o'zangiga silingan o'ng putini kimdir birining jin quchoqlab olganligini sezib cho'chib ketdi. Bu Yulduz edi. Uning Yulduzi. To'xtamish ot ustidan sakrab tushdi. Qistonchilik ichida ular ikkisi xuddi hashqi-pichakdek bir-biriga chirmishib, quchoqlashib ketdi. Iltarish qani? Mana u, balam, otang bilan ko'rish, dedi Yulduz ko'z yoshlarini yog'liqining uchi bilan surtib va o'zining kayniga o'tib olgan taqir bosh bolani qo'lidan tortib To'xtamishning oldiga ittardi. Iltarish bolam. To'xtamish o'g'lini quchoqlab peshonasiga, mang'izlariga suyib ketdi. Ota, ona va o'g'il bir-biriga yepishib, g'ujmaklashib ketdi. Qarg'ina buning cho'ng bo'lib ketganini tonimayli qoptiman tehi, dedi To'xtamish o'g'liga yenish-yenishlab qarab. 5 yil o'tdi emasmi? 5 yil, dedi Yulduz yoshga to'lgan ko'zlari bilan eriga qarab. Shundoq, 5 yil o'tib ketdi. Iltarish bu yil 9 yoshga kirdi. Milodiya 1225-yili atiyozda Chingizxon o'z ostonasi Qoraqurumga qaytib keldi va Cho'ngxonish Bo'rtaning uyida yozladi. Cho'chi qani? Cho'chi balamga nima bo'ldi? U nemishqa qaytib kelmaydi? Bo'rta kunda necha qitim oshundoq tugumas savollar bilan ko'z yoshlarini to'kib, xonning asablarini chechildiradi. Uning qaytib kelishini buyurib,
Qizil tamg'iliq yorliq bilan choparmanlarni avatdim-g'u. Agar u bu qitimni kelmasa, o'zim qo'shin tortib berib uni jazolayman. Bundoq gaplarni anglaganda Bo'rta texmo adab yig'lab ketdi. Sen uni o'z o'g'lingdek ko'rmay, bo'lmag'ur gumonlarni qilib, uningga adolatsizlik qilding. Uning diliga azor berding. Uningda nima gunoh? Bo'rta o'zini o'zi urib yig'lab, xon eriga toptani qildi. Chingizxon qeyrib qolganda jidallashishni xohlamaydigan bo'lib qoldimi yoki u cho'ng xonishga alohida e'tibor bilan qaramdi va yoki bu gaplarning haqiqiyligini tan oldimi? Ish qilib Bo'rtaga ortiqcha so'z yondirmasdan va qattiqlik qilmasdan beshini sangiltib mo'linib qoldi. Shundoq kunlarning birida, ya'ni shu yili kuzda dashta qipchaqa avatilgan choparmanlar qaytib keldi. Va Xonzoda Jo'chi ig'ir kasaldan qo'polmay, oxir Tangrining yeniga ketdi degan musibat xabarini yetkazdi. Chingizxon Bo'rtaning yig'izarini anglamaslik uchun ot minib dalaga chiqib ketdi. Kech kuzning sovuq shamollari uning hasratga to'lgan diliga orom baxsh etgandek bo'ladi. O'g'lim mendan baldur ketdi. U rostilla ig'ir kasal bo'lib bu yoqqa kelolmagan ekan. Men uni nohaq ayblabdiman. Uni menga osiylik qildi. Mening buyrug'imga bo'ysunmadi deb o'rinsiz gumon qilibdikanman. Milodiya 1226-yili 2-oyda Chingizxon Tangut eliga qo'shin tortib kirdi. Bo'rta xotun xon erining yana yurishga otlanganligini uqib, ko'z yoshlarini to'kdi. "Buyxon egam, yeshingiz 70dan eshib qoldi. Men muqiridim. Oxirgi kunlarimizni tinch xotirjam o'tkazsak bo'lmamdi. Yotning yeriga berib urushib nima qilasiz? Qon to'kish sizga xumor bo'lib qoldimi ya?" Chingizxon uning g'azab bilan tikilib qaradi. Lekin o'zini besib oldi. Japanimi, alovatnimi tan ko'rgan bu qadinas xonishqa til yondirishga, qo'pollik qilishga ko'ngli unamadi. Tang'utlar izchil turda biz bilan o'zangi so'qishtirib, qarshilashib kelyotdi. Ko'zimning ochiq vaqtida ularni jimiq turishim kerak. Bo'lmasa, ular bizning keyingi avlodlarimizga tinchlik bermaydi. Biz Sartavlarga qarshi yurishga otlanganda Tang'ut xonimining hamkorlash talabini rad qilgan edi. U texi haddidan ishib, o'zining kuchi yetmasa urushib nemish qildi deb menga tani gap qilgan edi. Men uni hargiz unutib qolmadim. Shunda qilib, Mo'ng'ul qo'shini Tangut ziminlariga besib kirib, qarshilashganlarni qilishdan o'tkazib, yurt makonlarini o't dengiziga aylantirdi. Tangut xoni jangohdan qochib, o'zining ostonasi Jongshinfuga bekinib olgan edi. Mo'ng'ullar Jongshinfu shahrini muhoziriga oldi. Tangut elining uzil-kesil gumron bo'lishi muqimlashib qoldi. Shunga Chingizxon bir bo'lak qo'shinni ajratib, Jin sulolasining texicha qarshilashayotgan yurtlarni bo'ysundirishga avatdi. Bu qitimqi qo'sh yo'linishlik urushdimi, g'alaba shodligi Mo'ng'ullarga yor bo'lmoqda edi. Chingizxon ko'ngil ozodligi his qilib, bir kuni o'g'i chiqdi. Bir necha yuz chavandoz kang dalada bir to'p qo'lanni qo'g'ladi. Ushtum tut, Chingizxonning eti nemidandir urkib ketib, bir yonga chepib qattiq chichangladi. Chingizxon ot ustidan yiqilib tushdi. Shuningdan keyin u saq bo'lolmay o'rin tutib yetib qoldi. Qiribdiman. Umrimning oxirgi mazgili yiqilib qolgan o'xshaydi. Oradan uzoq o'tmay Jin sulolasidan elchilar kelib, urush to'xtatishni murojaat qildi. Bu chaqda Chingizxonning salomatligi kundan kunga o'sallashib ketyapti. U endi shaxsan o'zi qo'shin tortib, urushga bora olmaydiganligini tushundi. Shunga u urush to'xtatishga rozilik bildirdi. Shuningdan keyin Tangut Xoqonning elchilari keldi. Bu chaqda Jongshinfudagi ochliq va suv oxirlashib, Tangutlarning yana urushni davomlashtirgudek holi qolmagan edi. Qo'rshovdagi ostonada amalsiz qolgan Tangut Xoqon o'z elchilari orqali shaharni bir oydan keyin Chingizxonga tinch o'tkazib berganligini yetkazdi. Chingizxon uningga ma'qul bo'ldi. Tangut elchilari ketgandan keyin u taxt varisi O'gatay
va nevrisi Isunkani, ya'ni Jochining o'g'lini yeniga chaqirib mundaq dedi. Bolalarim, bilinglarki, mening bu yo'riq dunyodan o dunyoga ko'chadigan vaqtim kelib qoldi. Men sizlar uchun shundoq bir cho'ng davlatni qurib chiqdimki, uning markazdan har tarafning chetiga yetish uchun 1 yil yo'l yurishga to'g'ri keladi. Sizlarga vasiyatim shuki, ittifoqlashinglar. Hargiz arazlashmanglar. Ön bo'lsanglar, sizlarni hech qanday hiylagar dushman ozdira olmaydi. Hech qachon kuchli dushman og'dirilmaydi. Men Tangrining dargohiga ketgandan keyin O'gitay xon bo'ladi. Hammanglar uni qo'llanglar. Uning putiga put, qo'liga qo'l bo'linglar. Men o'lgandan keyin yana davomliq mening yasoqlarim bo'yicha ish qilinglar. Yasoqqa haqiqiy amal qilsanglar, el ichida malamanchilik bo'lmaydi. Ondan u yana noyallar va sang'ullarni chaqirib mundaq dedi. Mening sanoqli kunlarim qoldi. Agar Tang'utlar shahrini topshirishdan burun o'lib ketsam, o'limimni maxfiy tutinglar. Hech kim uqmasin. Tang'ut xon shaharni o'tkazib berish uchun kelganda, uni va uning yaqinlaridan birini qo'ymay qirib tashlanglar. Shunday qilganda, ularning keyin yana isyon ko'tarishning oldini olg'ili bo'ladi. Jin sulolasini to'liq bo'ysundirib bo'lgandan keyin Janubiy Son sulolasini yo'qitinglar. Boshlangan ishni yerim yo'lda to'xtatib qo'yishga hargiz bo'lmaydi. Har qanday ishning muvaffaqiyati uni oxirigacha davomlashtirganda qo'lga keladi. Cho'shqi yili, ya'ni milodiya 1227-yili kuz kirib qolgan kunlarning birida 72 yoshga kirgan Chingizxon tashvish va jiddiychilikka to'lgan bu dunyodan mangulik tinch dunyoga ko'chdi. Uning jasadi hamma yiqi kigiz bilan cho'mkalgan harviga selinib, qattiq maxfiyatlik ostida Burxon Xoldun tig'iga yo'tkaldi va o'zining vasiyati bo'yicha shu yerga dafn qilindi. Chingizxonga qazo yetib bir necha kundan keyin bu ishdan xabarsiz Tang'ut xoni shaharni o'tkazib berish uchun vazir huzuralarini boshlab qimmatlik sovg'a salomlar bilan Mo'ng'ul ordisiga keldi. Ularning hammasi shu yerda o'ldirildi. Shuning bilan tarixda bir mezgil gulinib davri surgan Tang'ut xonligi mavjud bo'lishdan qoldi. Orqadalla Jongdo shahrini ostona qilgan Jin sulolasi to'liq yo'qotildi. Butun Shimoliy Jungo zimillari Mo'ng'ullarning qo'l ostiga o'tdi. Mo'ng'ul taxtiga varislik qilgan O'gatay xon Chingizxonning vasiyatlarini sodiqlik bilan ado qildi. 26-bob bugunga qaytgan o'tmish. To'xtamish oxirgi vaqtlardan buyon ko'p xiyol suradigan bo'lib qoldi. Jimg'urlashib ketdi. U o'z xonadonida yolg'iz qolgan edi. Ayol yulduz kasal bo'lib uzoq yotgandan keyin oxir uni yolg'iz tashlab mangulik dunyoga safar qildi. Shuningdan buyon mana 4 yil o'tdi. To'xtamish tanholikda g'ayrib sinatdi. O'g'li Iltarish yenida bo'lsa-mu kashki. Qush bolalari cho'ng bo'lib, qanot quyruqlari qotgandan keyin uvisidan uchib ketdi. Kishilik dunyoda-mu ahvol shuningga o'xshaydi. Odam yosh vaqtida o'zining baxtini o'ylaydi. Yashinib farzandlik bo'lgandan keyin o'zini ikkinchi o'ringa qo'yib, o'sha farzandlarining baxtini o'ylaydi. Farzandlar bo'lsa, cho'ng bo'lgandan keyin ota-onasining issiq uyidan chiqib, kang va murakkab jamiyatga yuzlanadi. To'xtamishning turmushi mushu qonuniyat bo'yicha davomlashmoqda edi. Oldi bilan bu uyni to'lin oydek yo'ritib, quyoshdak elitib turgan mehribon yulduz ota bola ikkisini dog'da qo'yib bu dunyodan ketdi. Ondan bu oiladagi yosh ko'chat Iltarish yoshinib qolgan otasini yolg'iz qo'yib, mustaqil turmush yo'liga tushib ketib qoldi. Bu yil Iltarish 27 yoshga kirdi. O'ylab qo'yay desam, zodi o'nim edi.
Oldi bilan jahon kezib, jahondorchilik qilib baqay. O'z kunimni o'zim olg'udek bo'lib, turmush zeminiga chinordek yildiz tortib, o'z o'rnimni tiklib olgandan keyin uy uchoqliq bo'lsammi kechikmayman deb o'z so'zida ching turib oldi. Shunda qilib, oxir u kindiqqini to'kilgan bu uydan qanot qaqib uchib ketdi. Hey, xuddi uchirim bo'lgan qush bolasidek. U Mo'ng'ullarning ma'murlariga putukchi bo'lib yalinib yiroqqa ketdi. U ketgan yerni to'limi yiroq deyishidi. U yerlarda ko'k ko'zlik, seriq chashliq rus xalqi yashaydi ekan. Darvaqa Mo'ng'ul tatar qo'shinlari uda 5-6 yil urush qilib, ruslarning yurtlarini bir-birdan besib ishg'ol etini kengaytdi. Eng oxirida butun rus eli Mo'ng'ullar va tatarlarning qo'liga o'tdi. Chingizxonning cho'ng o'g'li Jo'chining o'g'li Batuxon nihoyatda qobil qo'mondan bo'lib chiqdi. U oldi bilan har qaysi turkiy tillik toifalardan askar elib, o'z qo'shinining sonini 600 ming kishiga yetkazdi. O'zligidan ma'lumki, bundaq zo'r qo'shin o'z davrida tangdossiz qudratli kuch hisoblanadi. Batuxon mushu zo'r qo'shin bilan Qipchoqlarni, ondan Bulg'ar, Suvar qabilalarini, oxirda ruslarni bo'ysundirdi. Shuning bilan ishg'ol qilingan mushu keng zaminlarda milodiya 1240-yili Batuxonning Oltin O'rda deb atalgan ulusi qurildi. To'xtamishning o'g'li Iltarish ana shu Oltin O'rda ma'muriyatida putukchi bo'lib xizmat qilmoqda edi. Shuni aytib o'tish zarurki, ayni davrdagi Mo'ng'ullarning har darajalik hokimiyat organlarida turlik vazifalarni o'z ustiga olgan Uyg'ur baxshlari nihoyatda ko'p edi. Mo'ng'ul tatarlar har bir yurtni ishg'ol qilgandan keyin shu yerlarga yerlik xalqlardan bo'libmi Uyg'urlardan ma'muriy boshqaruvchi amaldorlarni tayinlaydi. Jumladan Edil, Yoyiq vodilarida qurilgan Oltin O'rda xonliqidami Uyg'urlardan chiqqan putukchilar, daftarchilar, tilmochlar, siliq yiqquvchilar, o'qituvchilar va harbiy ishlar mutaxassislari ko'p edi. Mo'ng'ul tatar hukmronligi o'rnatilgan joylardagi xalqlar ichida Uyg'urlar yeziq madaniyatiga ega xalq bo'lg'achqa hokimiyat xizmatlariga o'qimishliq Uyg'ur baxshlari taklif qilinadi. Iltarish yigitlik davriga qadam qo'ygandan keyin Oltin O'rdadagi oshundoq xizmatlarga qiziqib qoldi. Mana endi uning otasi To'xtamish yashinib qolganda g'ayribsinib, o'g'lining yo'liga qarab o'ltirmoqda. Bultur kuzda Rus yeridan kelgan bir karvonchi Iltarishning putukchini akelgan edi. Shu putukda Iltarish o'zining pat orada qo'chug'i keladiganligini aytgan ekan. Shuningdan buyon mana 20 yildan oshdi. To'xtamish kun sanab o'g'lining yo'liga qarab ko'zlari teshilgudek bo'ldi. Jujam pishqon atiyos kunlari edi. Ushtumtut To'xtamishning bir qo'shnisi kulimsirgan holda kirib keldi. Xushxabar To'xtamish qo'shnim, xushxabar. Oltin O'rda tavasidan karvon kapti. Iltarishmi shu karvon bilan birga kapti deyishyapti. Og'zingga navat qo'shnim, bu gaping rostmi? Dedi To'xtamish va oldirab tinib supidan tushdi. Nega boray deysan qo'shnim? O'g'lim kelguncha uyda saqlab o'tirib turmamsan. Yo'q, men karvonning oldiga boray. Karvonsaroyga. To'xtamishning ovozi titrab ketdi. Karvonsaroy tarafdan bir eshak harvisi kelmoqda edi. Harvidan yosh bir yigit sakrab tushdi-da, "Ota!" deb to'g'lig'icha To'xtamishning oldiga yugurib keldi. Qumsangu to'pilang yo'lda oldirib kelayotgan To'xtamishning nafsi bo'g'ilib qoldi. "O'g'lim Iltarish!" dedi u hozirib. Ota bola ikkilan ko'chining o'ttirisida turib quchoqlashdi. To'xtamish o'zidan egiz o'g'lining bo'ynidan tortib peshonasiga so'ydi. Iltarish Harvikashga kira haqini bervatdi-da, xolti tugullarini ko'tarib otasi bilan uyga kirdi. "Bu Ruslanning oq tulki terisidan tikilgan jovisi. Qishda kiysangiz bak issiq turdi. Mana bu Bulg'ar muzdoz tikkan o'tuk, bak puxta. Bu
Gruzlarning xanjari yiningizga esiviling ota. Rahmat bolam, bak esil narsalar ekan. Bolam, 4 yil bo'ldi bu yerdan ketganingga. 4 yil bo'ldi. Ota, endi siz yolg'iz qolmaysiz. Biz endi birga turamiz. Endi ketmamsan. Mushu uyda turamsan. Ota, men sizdan akatgil keldim. Ota bola ishkilan yerim kechagacha uxlamay mungdashdi. Nagi berib, nerda turishimizni keyin maslahatlashaylik. Oldi bilan ko'zimning ochiq vaqtida seni o'z qo'lim bilan o'ylab qo'yay. Ota, bu ishni biz Oltin O'rdaga borgandan keyin so'zlashaylik. Bo'lmaydi. Har qanday ish bo'lsa-mu, to'yingdan keyin bo'lsin. Bu ishni endi orqaga so'zma. So'zmayman. Oltin O'rdaga berib to'y qilaylik. Dedi Iltarish yerga qarab. To'xtamish o'g'liga tikilib qarab qoldi. Loyiqing bormidi? Deb so'rdi u. Iltarish tasdiqlagan tarzda beshini irg'itdi. Kim u? Men tunumdim. Tunumaysiz. Uning otasi-mi Oltin O'rdada xizmat qiladi. U daftarchi. Onasini 2 qitim yiroqdan ko'rdim. Kishilar uni yaxshi ayol deyishidi. U qizning ismi nima? Kunyaroq. To'xtamish bir hazog'icha sukut qilib o'ltirib ketdi. Ondan yo'tilib qo'yib, "Amisa, Kunyaroq qizning ota-onasining oldiga salomga borsak bo'lg'udak. Oldi bilan sen bu yerda obdonroq hordiq chiqirib olgan. Uzun safardan kelding. Oltin O'rdaga kuz kelganda borayli." "Yo'q ota, hordiq chiqirishimning hojati yo'q. Men hormadim, yosh tursam." Bu gapdan To'xtamish o'g'lining qalbini yanama ichkirlab tushendi. O'g'lim o qizni haqiqatan bak yaxshi ko'rdi ekan, deb o'yladi u. Shunda qilib, oradan 10 kun o'tganda ota bola jablanib safarga otlandi. Ular Edil bo'ylarga mongan bir savdo karvoniga qo'shilib olgan edi. Karvon yuk ortilgan 50 to'yga va 30 necha qurolliq chavandozdan tarkib topgan edi. Shahar sepili orqada qoldi. Oldi tarafda yezi manzarasi suratlanib chiqdi. Karvon kangri qo'g'uliqni yondab o'tgandan keyin yezidan chatnab mo'ndi. Ani shu chog'da To'xtamish etining tizginini tortib yezi tarafga burildi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahman, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Hiyasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor Xubur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.